Buxorodagi talabalar yotoqxonasida mudhish voqea yuz berdi. 18 yoshli talaba qiz temirga bog'langan sirtmoqqa o'zini osib, joniga qasd qildi. Voqea Kogon tumanidagi Buxoro davlat universitetining talabalar yotoqxonasida ro'y bergan. 18 yoshli qiz universitetning birinchi bosqichida tahsil olgan. U joniga qasd qilishi oqibatida vafot etgan. Talaba qiz nima sababdan bu ishni qilganiga hozircha aniqlik kiritilmagan. O'rganishlar davomida ma'lum bo'lishicha, marhuma qiz sirtmoqni o'zi yasab, temir ustunga bog'lagan. 4-noyabr kuni 2007-yilda tug'ilgan qiz talabalar yotoqxonasi kravati temir ustunida sirtmoq yasab, bo'yin sohasidan osib, o'z joniga qasd qilib vafot etgan. Hozirda Buxoro shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringiz bilan imkon qadar har kuni suhbatlashing. Ularni qanday muammolar qiynayapti, birgalikda yechim izlang. Tengdoshlarim, uka-singillarimiz, bir narsani unutmang. Hayotdagi turli kelishmovchiliklar shirin joningizdan voz kechishingizga arzimaydi. Talaba qiz oxirini o'ylamay qilgan bu ishi uchun ota-onasini bir umr farzand dog'ida qoldirdi.